Kızım bir yılga deyin çoğusun Gülçin'in aytkan narsalarni tushunmay qo'ydingiz. Siz bilasiz. Gülçin biraz topshirma berakda, so'zni tushunmaysizlar, değil mi? Qolgan tushunaverasan. Al. Meni tushuning. Просто videolar. Kirib bo'ldikmi? Jabinglar yesin. Ayşem Hanım geldi, bo'ldi. Evet, assalomu alaykum. Qandaringiz qalay? Bugün Navruz ayının biri ko'ktam merakasimen, avgust kunimen sizlarni qutlaqlaymiz. Sizlarning bo'lganlaringizga ming alqish. Kooperativni ko'tarib yurganlaringizga ko'p rahmat. Kecha qism so'nggi kuni biraz muzda yeritib bizning başımız, председателimiz Argen Orungalevich prямой efirga chiqdi, отчетni berdi. Esepni berdi, barimiz soni poygar bo'ldingizlar. Ol yerda ne aytildi? Biz жаңа o'ringa o'tamiz. So'ning ishinde Almaty qalasi pilotный proyekt, yani 4 qalamda basında biz turibmiz Almaty. Almaty qalasına biraz erkinlikni bereylik deb жатыр. Qalaycha, bizning o'zimizning bazamiz, o'zimizga tushgan qarajat o'sha Almaty qalasida tirkelgan fayshiklarga yumshaladi. Ya'ni o'zimizning aqshamizga o'zimiz uy olamiz degan so'z. Soni sizlarga yetkazaylik deb, qutlab qo'yaylik deb bir joydan ko'ktamdan o'sha oldilaringizga keldik. Biz men tanishtirmoqman, biz Almaty qalasi представительlerimiz, men Aymursin Temirbek, Gülçin Hanım. Canım var. Yeniden o yerden bärine selim yolladık. Söndürseniz boladı. Jeke tapşırmalı Gülçin Hanım. Qalay arqada yumush qilsangiz buni aytib söndürib qo'yingizlar.